Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz bugun yana arab tilidagi she'riyatlarning ajoyibotlarini o'rganamiz. Sizlarga bugun tayyorlab kelgan she'rim Mutanabbiga tegishli. Mutanabbi arab adabiyotining eng mashhur shoirlaridan biri hisoblanadi. U 915-yil Iroqda tavallud topib, 965-yil vafot topgan. U yozgan she'rlar shu qadar ajoyibki, bugun siz bilan birgalikda ushbu narsaga yana bir bor guvoh bo'lamiz. Bundan oldin she'rni arabcha matnini o'qib sahifamizga joylagandik va hozir e'tiboringizga o'sha videoni taqdim etamiz. Ya İbrahim, Mutanabbi'dan aytib bering. متنبدا أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله أني وإن كنت لا ألقاه وإن طرفي موصول برؤيته وإن تباعد عن سكناي سكناه يا ليته يعلم أني لست أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه يا من توهم أني لست أذكره والله يعلم أني لست أنساه إن غاب عني فالروح مسكنه من يسكن الروح كيف القلب ينساه. She'rni eshitib bo'ldingiz, endi birgalikda uni tarjima va sharh qilamiz. Abligh azizan fi thanayal qalbi manziluhu. Abligh degani bu yetkaz degan ma'noni bildiradi. Abligh azizan qalbga aziz bo'lgan insonga yetkazingki, uning manzili fi thanayal qalb, qalbning tub-tubida. Thanaya degani tub-tubida degan ma'noni bildiradi. Anni va in kuntu la alqahu. Men uni uchratmasam ham uchratib turaman. Va inna tarfiya mawsulun bi ru'yatihi. Tarf degani bu nigoh degan ma'noni bildiradi. Va inna tarfiya mawsulun va albatta mening nigohlarim bog'liqdir. Nimaga? Bi ru'yatihi. Uni ko'rishga, ya'ni uni ko'rishga mening nigohlarim bog'langandir. Va in taba'ada an suknaya suknahu. Garchan uning maskani, ya'ni uning yashash joyi mening yashash joyimdan uzoqlashgan bo'lsa ham. Ya'ni shoir demoqchiki, men uni ko'rmayman, biz bir-birimizdan uzoqmiz, lekin mening nigohlarim uni ko'rishlikka bog'lanib qolgan. Bu arab tilida yana bir ajoyib she'r bor edi, o'rni kelganda o'shani ham aytib kelsak. Shoir aytadi: "Limaza araki ala kulli shay, ka'annaki fil ardi kullul bashar." Shoir aytadiki, nima uchun men seni har narsada ko'raman? Xuddiki sen yerda barcha odamlar kabi deydi. Ya'ni inson birini qattiq sevib qolsa, boshqalarning yuzida ham uni yuzini ko'radi. Va shoirimiz bu yerda aytayaptiki, mening nigohlarim uning diydoriga bog'lanib qolgan, garchan uning yashash joyi mening yashash joyimdan uzoqda bo'lsa ham. Ya laytahu ya'lamu anni lastu azkuruhu. Qaniydi u bilsaki, men uni eslamasligimni. Va kayfa azkuruhu iz lastu ansahu. Shu yerda yana bir ajoyib joy keladi va she'rning menga eng yoqadigan joyi aynan shu yerdir. Shoir aytayaptiki, qaniydi u bilsaki, men uni eslamasligimni, ya'ni eslashgacha bo'lgan muddatda o'sha narsani unutish bor. Ya'ni biror narsani esladingizmi, demak siz ma'lum bir muddat o'sha narsani yodingizdan chiqargan hisoblanasiz. Shuning uchun shoir aytayaptiki, men uni unutmagan bo'lsam, qanday eslay? Ya man tawahhama anni lastu azkuruhu. Ey men uni eslamayman deb o'ylayotgan kishi, tawahhama degani bu asossiz o'ylash, gumon qilish degan ma'noni bildiradi. Vallohu ya'lamu anni lastu ansahu. Xudo biladiki, men uni unutganim yo'q. U meni yodimdan chiqqani yo'q. In g'aba anni, agar u mendan uzoqlashsa, farruhu maskanuhu. Uning maskani ruhdir. Ya'ni u mendan uzoqlashsa ham u ruhimda yashaydi. Man yaskunu ruha kayfal qalbu yansahu. Ruhda yashaydigan birini qalb qanday qilib unutadi? O'ylaymanki, bu she'rni tarjima qilishga sizga yordam bera oldim. She'rdagi ajoyib joylarini albatta belgilab oling. Iloji bo'lsa she'rni yodlab oling. Albatta bu sizning arab tiliga bo'lgan muhabbatingizni yanada ziyoda qiladi va arab adabiyotiga sizni yaqinlashtiradi. Bizdan aslo uzoqlashmang. Arab tiliga oid foydali ma'lumotlar ayni bizning sahifamizda. Ma'assalama.